yaxshi unutilmas qo'shiq ko'ngilga malham, yaxshi reklama esa cho'ntakka deganlardek biz davom etamiz. Zavqli kun dasturi davom etadi va dasturimizning 4-qismida ijodkorimizni studiyada qarshi oldik. Ularni mamnuniyat bilan tanishtirib o'taman. O'zbekiston Davlat filarmoniyasi xonandasi Azamat Ahmedov shu yerdalar. Assalomu alaykum Azamat aka. Studiyamizga xush ko'rdik. Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Yurtdoshlarimiz bilan salomlashib olsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ana barcha san'atsevar muxlislarimizni, yurtdoshlarimizni hammalariga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Mana boshlangan yangi kun hammaga barakali bo'lsin. Biz san'atkorlar hamisha sizlarning ko'nglingizni xursand qilishga tayyormiz. Albatta, biz ana endi ijodiy suhbatga kirishsak, o'sha o'zingiz bilan olib kelgan toringizdan boshlasak, chunki bilaman, aynan mana shunday bir sozli cholg'u musiqa cholg'ulari juda ham uzoq yillik tarixga borib taqaladi-da. Bunday sozlar qanchalik o'sha vaqt sinovidan o'tgani sari ovozi ham jaranglab borishni boshlaydi va qadri ham, narxi ham qimmatlashib boradi-da. Qo'lingizga olsangiz va mana shu soz haqida ozgina ta'rif bersangiz. Eshitishim bo'yicha bu ustozlardan sovg'a bo'lgan ekan. Albatta, to'g'ri aytib o'tdingiz. Bu qo'limdagi tor O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti, meni ustozim Ortiq Otajonovni bizani xonadonimizda bir yaxshi kunda xalqning ichida meni chaqirib, Azamat, kel bu yoqqa, men shu torni senga sovg'a qilaman. Shu iloyim sen ham bizga o'xshab yurgin deb yaxshi niyatlar qilib, men shu torni menga ustozim sovg'a qilganlar. Bu tor men uchun juda bebaho. Buni faqat shu televideniyaga olib kelaman. Boshqa bir joylarga olib bormayman. Xizmatlarga ham olib bormaysiz. Olib bormayman. Har doim shu uyimizda eng tepada ben ko'z qorachig'iday asrab avaylab yuraman bu torni. Juda ham qadrli. Juda ham men uchun juda ham qadrli tor. Necha yil bo'ldi endi bunga? Bu torni menga sovg'a qilganlarida 2013-yilda sovg'a qildilar. 13 yil o'tdi oradan. Men shu ustozning eng kenja oxirgi yonlarida yurib duolarini olgan shogirdiman. Bundan hamisha men faxrlanib gapiraman, faxrlanib yuraman. Shunaqa ustozga shogird bo'lganimdan juda baxtiyor bo'laman. Albatta, saboqlarni olib, ana shu jarayonda ularning yonida ustoz shogird an'anasi yaxshida baribir. Chunki ustozlar doim shogirdlardagi kamchiliklarni to'ldirgan va ichlaridagi o'sha iste'dodni yuzaga olib chiqishlarida katta bir sababchi bo'lgan deymiz. Ana endi ijodda nima gaplar, nima yangiliklar bugungi kunda O'zbekiston Davlat filarmoniyasi xonandasi sifatida faoliyat olib boryapsiz. U yerda qanday yangiliklar bo'lmoqda? Bilamiz, har kuni tadbir, xalqaro festivallar yoki bo'lmasa tadbirga tayyorgarlik jarayonlari. To'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Mana kuni kecha Buxoroda katta bir tadbir bo'lib o'tdi. O'shanda borib bir juft ashula bilan borib xizmat qilib keldim. Juda xursand bo'ldim. Mana bugun butun bizni hamkasblarimizni, san'at va madaniyat xodimlarini kasb bayrami, u bilan ham men barcha hamkasblarimizni, sizlarni ham men tabriklab o'taman. Muborak bo'lsin hammamizga. Albatta, rahmat aytaman. Muxlisaxon, bilasizmi, qayerda xato qildim? Va bu xatoni men angladim. Chunki hozir bizni tomosha qilayotgan insonlar orasida yoshi ulug' insonlar bo'lsa, bu boshlovchi mana shu yerda xato qildi. Shunday ustoz ijodkorni gapirishdi, eslashdi, ularni qo'shig'idan va tor qo'lida turibdi. Bir kuplet bo'lmasa ham eshitmadik, shogirdlar ekan, bir baho berardik degan bir fikrlarni aytishdi. Men sezdim, qalban sezdim. Ana shu xatoni sezdim. Joyida to'g'rilaymiz. Endi mana joyida to'g'rilaymiz. Ustoz haqida gapirdik, ustozni sovg'a qilgan dorilar bor, bunda sehr bor. Qani endi ustozni bir eslasak, yodga olsak ularning ijodidan. Mayli, xo'p bo'ladi. Barcha uchun sevimli bo'lgan qo'shiqlari bor bilsangiz. Albatta, ustozni har bitta asari bebaho. Shulardan umr o'tar, vaqt o'tar degan ashulalardan bir qisqacha aytib beramiz. Marhamat.
Ömür öter, vakt öter, xonlar öter, taxt öter. Ömür öter, vakt öter, xonlar öter, taxt öter. Omad öter, baxt öter, lekin hech qachon chiqmas yodimdan seni yurushlaring, seni kulishlaring, seni yurushlaring. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan seni yurushlaring, seni kulishlaring, seni yurushlaring. Ajoyib. Mana sahnaga chiqishdan oldin ichingizda nimalar bo'ladi? O'zingiz bilan qanday suhbatlar bo'ladi? Endi avvalambor har bitta sahnaga chiqishdan oldin u agar shu sohani asl insoni bo'lsa, baribir ko'nglida hayajon bo'ladi, qo'rquv bo'ladi. Shu xalqning oldiga chiqyapman sahnaga, yaxshi ijro qilib bilamanmikan? Shu muxlislarning ko'nglidan joy olib bilarmikanman degan baribir mas'uliyat bo'ladi. Keyin shu birinchi kupletdan keyin sekin yaxshi bo'lib, hali o'zingizga kelib, o'zingizni ushlab olasiz. Mana necha yil sahnaga chiqib kelayotgan bo'lsak, bu ustozlardan ham men shu gapni eshitganman. Agar u hayajoni bo'lmasa, nima qilmasa, u menimcha bir inson emas, u kasbning egasi emas deb o'ylayman. Shu kasbning egasi bo'lsa, albatta katta sahnada baribir salobati, hayajoni bosadi boshida. Yana kimni sizga mehnati singan? Qaysi ustozlaringizni ayta olasiz? Endi juda ko'pchilikni bir yigit kamolga kelguncha albatta ko'pchilik insonning mehnati, tarbiyasi bo'ladi. Avvalambor tarbiya bu o'zimizni oiladan, ota-onamizdan. Rahmatlik otam Shavkat Ahmedov ham juda bir bilimli, juda bir to'g'ri so'z inson bo'lganlar. Onam ham mana 40 yillik ustozlar. Hozir mana hayajon bilan o'g'lim chiqib turibdi televizorda deb ko'rib o'tiribdilar. Onam umrlari uzoq bo'lsin, Salomat Nurullayeva mana yaqinda ikkinchi kitoblari nashrdan chiqdi. Men ularni bitta she'rlarini ham qo'shiq qilib aytganman. Umrlari uzoq bo'lsin onamni. Masalan, dastlab bolalar musiqa maktabida men Otanazar Jumaniyozov ustozning qo'llarida 5 yil tahsil oldim. Rubobni yaxshilab o'rganib, rubobda o'qirdim. U paytda nota ilmini men yaxshi o'rgandim. Keyinchalik mana Urganchda San'at va madaniyat kollejida tahsil oldim. Azamat Abduqodirov ustozdan, Bobojon Safoyev ustozlardan. Keyin mana poytaxtga kelgandan keyin O'zbekiston davlat konservatoriyasida Shomahmud Shorahmedov ustozdan, Rufatulloh Qosimov ustozlardan, Avaz Mansurov ustozlardan, Matnazar Xudoynazarov ustozlardan, Egamberdi Tursunov ustoz, Mahmudjon Tojiboyev ustozlardan, Mansur Voisov ustoz. Bular juda ko'p, hammalaridan shu tahsil olib, har bittasidan bitta bir shu san'atni sinini o'rgangan bo'lsam, har biri men uchun juda bir hayotimda katta o'rin egallaydi har bitta ustozimiz. O'ylaymizki, ularning ishonchlarini oqlab kelyapsiz. Endi bugun bizga qanday tarona, qo'shiq tayyorlab keldingiz? Endi bugun bitta yangi o'zimning ijodimdan kuylarman yurtim madhingni degan ham ashula tayyorlab kelyapman. Shu ashulam birinchi marta mana Nurafshon telekanalida bugun premyera qilamiz muxlislarimiz uchun. Va yana Komiljon ustozni, Komiljon Otaniyozov ustozni repertuarlaridan Xorazm Mustahzoti degan ashulani tayyorlab kelganman. Birinchi bo'lmasa Xorazm Mustahzodi ashulasini eshitsak-da va premyeraga birozdan so'ng to'xtalib o'tamiz. Sahramizning badiiy markaziga sizni taklif etamiz. Aziz yurtdoshlar, demak navbatni mehmonimizga beramiz. Ular ijrosidagi go'zal tarona bilan dasturimizni davom ettiramiz. Marhamat.
Hasta vücudumda bana örtedi bir yol. Ulu zülfü perişan, ulu gül yüzünün işkıyda man ağlaşı bülbül. Ulu gunçayı handan, ulu gül yüzünün işkıyda man ağlaşı bülbül. Ulu gunçayı handan. Halımdan içikti ulu arası gülgün. Yüz vada kıla turmadı bir vadada bir yol. Ulu vadası yalgan. Yüz vada kıla turmadı bir vadada bir yol. Ulu vadası yalgan. Salam ağlama bulgul, el barçası hayran. Avazayı hüsnünki salıp ağlama bulgul, el barçası hayran. Bu cahanı bu canim. Sen bana gereksen durdum yolda kılsa kabul olmay. Tamam canım bana kurban. Divanay meşrep biram iken kilmedi birdem kaşım üzrana. Ulu zalimi devran biram iken kilmedi birdem kaşım üzrana. Ulu zalimi devran ulu gunçayı hendam. Ulu zülfü perişan, ulu zülfü perişan. Judayam go'zal ijro bo'ldi. Marhamat, joyingizni egallashingiz mumkin. Haqiqatda Xorazm yo'nalishidagi qo'shiqlar shunaqa insonni ruhiyatiga ta'sir qiladi. Nafaqat insonning kayfiyatini ko'taradi, balki insonni raqsga ham chorlab yuboradi-da. O'tirib bo'lmaydi. Ayniqsa lazgi taronasi umuman bir insonni deyarli jim o'tirishga qo'ymaydi. To'g'ri. Ustozlarning joylari jannatda bo'lsin. Mana shu bu ashulani asli o'zi Komiljon ustoz ijro qilganlar va men ijro yo'llarini o'zimning ustozim Ortiq Otajonovning ham ijro yo'llaridan o'rganib, baholi qudrat shu ustozlarimizga havas qilib ijro qildim. Juda ham chiroyli ijro bo'libdi. Aynan ijod siz uchun nima? Dardni ifodalashmi yoki bo'lmasam baxtni ulashishmi? Endi hamma aytganlaringiz mujassam ijodda. Bir odam bir o'ylantiradigan, masalan, bir ota-ona haqidagi ashulalar bo'lsin, vatan haqida, ularni dard bilan yurakdan bir ifodalab shu harakat qilamiz.
endi shu sho'xroq, shu sevgi muhabbat haqida bo'lsa, boshqa bo'lsa, unda yana ham bir yaxshi kayfiyat bilan yondashamiz. Bu san'at meni sevimli bir kasbim. Shuning uchun men har bitta shu yaratilayotgan, ijro qilayotgan ashulamni sevib, shu yaxshi ko'rib, kunt bilan o'rganishga harakat qilaman. Qalam tebratib turasizmi, o'zingiz ham yozasizmi O'zim ham yozib turaman. Endi juda ham men shoirlikka nimam yo'q, lekin ijodimda bir ikkita o'zim ijodlarimni qaylardasan degan qo'shig'im bor. U sal sokinroq nima bo'lgani uchun bu ko'rsatuvda uni ijro qilmadik. Uni so'zini ham, kuyini ham o'zim bastalaganman. Qoyil. Va o'sha biroz avval aytib o'tdingiz, onajoningiz ham ijod olamida va yangi kitoblari nashrdan chiqibdi. Ijodiy muhit bor-da uyda. Hozir qalam tebratib turasizmi dedingiz va bu beixtiyor oilaviy muhitga borib taqaladi. Menimcha yozgan she'rlaringizni onajoningiz ko'rib tahrir qiladi-da, albatta. Chunki shunday bir yetuk mutaxassisni oldida she'rlarni uncha yozmaslik kerak. Farzand ijod qilib qolsa, hali onamdan so'rayman, ona, mana shu joyi to'g'ri kelyaptimi? Mana shunday so'z qo'ysak bo'ladimi shu yerda deyman. Yoki onam she'r yozib o'tirgan bo'lsalar, mendan so'rab turadilar, mana shu joyda mana bu yarashib turibdimi? Bu to'g'ri kelyaptimi shu yerga? Ma'no jihatdan deb. Baribir maslahat bo'ladi. Shu ziyoli oilada shu o'qituvchilarni men farzandi bo'lganimdan juda xursand bo'laman, faxrlanaman. Gap so'zlaringizdan ham bu bilinmoqda, chunki har bir so'zlarni o'sha o'ylab va yuraklarga yetib boradigan qilib aytyapsiz. O'ylaymanki, tez orada mana shu qo'shiqlaringiz insonlarni yuraklaridan joy egallab, haqiqiy bir muxlislarga aylanishadi. Yangi taronangiz haqida gapiryapman albatta. Premyera tarona. Chunki u vatanga, vatan haqida, vatanni madh etuvchi qo'shiqlardan biri. O'zi shoirlar uchun, xonandalar uchun ham ota-ona mavzusi bilan vatan mavzusida qo'shiq kuylash juda ham og'ir, qiyin, mashaqqatli bo'ladi. Chunki shoir ham yozayotganda juda katta bir hurmatni his qilgan holda vatanga ta'rif berayotgan paytda o'sha xuddi kamdek tuyulaveradi-da. Bundan-da bir ortiqrog'ini, eng yaxshisini topib yozishni xohlaydi. Xonanda ham bor ijodini, bor iste'dodini ishga solib kuylagisi keladi va qo'shiq taqdim etgisi keladi. Hozir baho beramiz. Yana davramizni sovutmagan holda premyera taronasiga navbatni bersak-da, vatanni madh etuvchi qo'shiqni birgalikda tinglasak. Marhamat. Amrobek Siddiqov she'ri o'zimni musiqam ustozlarning ijodidan shu ilhomlangan holda, albatta, marhamat. Qani hozir eshitib baho beramiz. O'ylaymanki, qalb yarda menga yo'qoladigan qo'shiqlar bo'ladi. qalam ko'zlari giryon ta'rifinga har bir doston qo'lda qalam ko'zlari giryon ta'rifinga har bir doston har bir go'shang jannat makon har bir go'shang jannat makon kuylarman yurtim madhingni tilarman har dam baxtingni kuylarman yurtim madhingni tilarman har dam baxtingni
vatan go'yoki sajdagoh kuylarman yurtim madhingni tilarman har dam baxtingni kuylarman yurtim madhingni tilarman har dam baxtingni Yuragimda mehring yashar kuylarman yurtim madhingni tilarman har dam baxtingni kuylarman yurtim madhingni tilarman har dam baxtingni kuylarman yurtim madhingni tilarman har dam baxtingni tilarman har dam baxtingni kuylarman yurtim madhingni tasannolar bo'lsin. Salomat bo'linglar, Vatanni madh rahmat. etuvchi o'sha kuy qo'shiqlarini eshitganimizda baribir yurtimizga bo'lgan, vatanga bo'lgan mehr muhabbatimiz jo'shib ketadi-da. Qarang, juda ham ajoyib tarona chiqibdi. Rahmat. Sizlarga ma'qul keldimi? Albatta bizga ma'qul keldi. Yurtdoshlarimizga ham menimcha ma'qul keldi. O'sha vatanni madh etuvchi qo'shiqlar mana shunday bir raqsinkor bo'lsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi-da, u yerdagi o'sha baxtlilik hissini, quvonchni, bayramona kayfiyatni taqdim etadi. Baribir qarang, o'sha ham sozanda, ham xonanda bo'lib ijod qiluvchilar o'zi kasbidan kelib chiqib, musiqalarida ham ana shuni aks ettirgisi keladi. Ikkala qo'shiqda ham men ko'rdim, aynan mana shu sozni ovozini eshitdim va alohida buni ustida ishlasangiz kerak. Albatta, albatta. Hali ustozimiz Ortiq Otajonovning bir gaplari bor edi, shu gapingizdan keyin esimga keldi. Har bitta mana shu sohada faoliyat yuritadigan xonanda juda bo'lmaganda bitta musiqa choluvchisini mukammal cholishni bilish kerak degan ustozning gaplari bo'lar edi. Hozir siz gapingizdan keyin esimga tushdi. Chunki xonanda shu birorta soz bilan dardlashsa, uni chalishni bilsa, o'zi qo'liga qalam olib boshqa qilib kitobdan yoki birorta yaxshi she'r bo'lsa, o'zi kuy yaratib biladi. Agar bu cholg'uni bilmasdan shunchaki ashula ham aytish mumkin, lekin bu bilan soz bilan ijro qilishni juda bir foydali tomonlari bor, murakkab tomonlari bor, o'zi uchun foyda bo'ladi. Albatta, qalb bilan o'sha musiqa ohangi birlashadi-da mana shunday paytda. Rahmat deymiz kelganingiz uchun, go'zal qo'shiqlar uchun. Samimiy suhbat bo'ldi. Va o'ylaymanki mana shunday bir ijod olamidagi parvozingiz doimo yuqoriga bo'laversin deymiz. Yangi taronalar yaratavering, biz esa undan mazza qilib, bahramand bo'lib eshitib yuraveraylik. Rahmat. Har doim aytamiz, yangi kun bu yangi imkoniyatdir. Keladi, ketadi. Muhimi undan foydalanib qolishdir. Siz bilan xayrlashmaymiz. Albatta, kelasi dasturlarda uchrashguncha deb qolamiz. Omon bo'ling. Qay bir manzilda bo'lmasin, bizni tinglayotgan va tomosha qilayotgan barchaga samimiy minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Doimo quvonch, baxt, samimiyat sizga hamroh bo'lsin. Yillar sarf hisobida baxtli kunlaringiz ko'p bo'lsin deyman. O'zingizni va yaqinlaringizni doimo baxtli kunlar uchun ehtiyot qiling. Omon bo'ling azizlar. Xayr, xayr. Xayr.